Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi videomizda Italiyaning Lavato kompaniyasida ishlab chiqarilgan yangi mahsulot teplobmennikli booster haqida ma'lumot berib o'tamiz. Birinchi bo'lib, qanaqa joylarga va nima maqsadlarda foydalanish kerak degan savolga javob berib ketamiz. Tasavvur qiling, ochiq yo'lak, garaj, terrasa va ventilyatsiya yoki shunga o'xshagan tizimlarda isitish tizimi montaj qilingan bo'lsa, qishda -gradusda shu sistema muzlab qolish ehtimoli bor. Bunaqa holatlarda teplonositel sifatida antifrizlardan foydalanamiz. Lekin faqatgina garaj, ochiq yo'lak yoki ventilyatsiyani isitaman deb butun binoyimizdagi isitish tizimiga antifriz qo'yish bizga juda ham qimmatga aylanadi va o'ziga yarasha minuslari ham bor. Shunaqa holatlarda teplobmennik orqali suvli sistemamiz bilan antifriz sistemamizni bir-biridan ajratib olamiz. Endi boosterimiz haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, boosterimizda komplektida nasosi yo'q, chunki hamma o'ziga moslab nasos podbor qiladi, lekin nasosimizning o'rni 180 talik standart. Komplektida termometrli sharoviy kranlari va обратный klappani chiqadi. Undan tashqari 2,5 barga mo'ljallangan zrivnoy va manometrli gruppa безопасности, slivnoy kran va maxsus kronштeyniga ega. Endi teplobmennikimiz haqida texnik ma'lumot beradigan bo'lsak, teplobmennikimiz 30 talisdan iborat, 23 kW, ya'ni 1 kuba suvni o'zidan o'tkaza olish imkoniyatiga ega. Ushbu videomizda booster haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qildik. Keyingi videomizda boosterni qanaqa o'rnatish va qanaqa foydalanish haqida ma'lumot beramiz.